Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Akalar, sizlarga suvoq sement uy haqida hozir to'liq ma'lumot berib o'taman. Hozir mana Jizzax shahrida qurib bitirgan uchastkamiz oldida turibman. Xudo xolasa bu yerga sement uy ishlarini 100% holatda tugatib berganmiz. Hozir sizlarga to'liqroq ma'lumot berib o'tib ketaman. Birinchi o'chiqda sement uy nima, o'zi aslini olganda, akalar mana ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa hozir bir 6-7 yildan beri shu narsa modaga urfga kirdi. Ya'ni oldin bilsanglar bu narsa travertin toshdan yoki bo'lmasam gips lepkalardan qilinardi. Endi travertin toshdan qilinsa ozgina qimmatga bitib ketadi. Lepkadan qilinsa ozgina mo'rt bo'lib qolaveradi. Shu narsani ikkalasini uyg'unlashtirib, baquvvat qilib, xudo xolasa mana shunaqa suvoqdan chiqadigan sement uy tegalarni sizlarga mana yoritib boryapmiz. Bu ishimiz akalar, mana suvoqni hammanglar yaxshi bilasizlar. Mana shu suvoqni, sement uy suvoqni materialidan faqat buni ichida karkazi bo'ladi. Karkazi nimadan desanglar, karkazi ichida dubl miqi, simi, dubl miqi suvoqqa qoqilib, sim o'ralib karkas qilinadi. Katta karnizlarga bo'ladigan bo'lsa, armaturadan karkas qilinadi. Shuning uchun xudo xolasa sizga eng kamida 30 yil, 50 yil xizmat qiladi. Nimaga bunaqa deyapman? Bu ishlarimiz xudo xolasa siz uchastkangizga o'rnashib qoladigan bo'lsa, mana shu uchastkalaringizni buzib olmaguningizgacha sizga xizmat qilib beradi. Xo'p, endi yana sizlarga tushuntirib o'tib beradigan bo'lsam, bu uchastkamizni polniy sizlarga obzor qilib beraman. Xo'p, bu uchastkamiz mana kiraverishda oldida xuddi mana shunaqa fasadi bor. Mana ko'rishingiz mumkin, tepalar polniy mana shu narsalar hammasi sement uy tegadan chiqqan. Buni kazroklariga alkafon, tunkafon qilinmaydi. Sababi biz sement uy tegadan mana shunaqa chiroyli holatda yopib berganmiz. Buni proyekti berilgan edi. Proyekt bilan xudo xolasa birga qilib tugatib berdik. Endi bu yoq taraflarga qarasanglar, proyektda mana shunaqa narsalar berilgan edi. Xudo xolasa mana kolonnaning tepalariga ham juda ham chiroyli holatda ishlarni qilib berganmiz. Xo'p, devorlarni ko'rishingiz mumkin. Devorlarda unaqa bo'sh joyi yo'q. Polniy bu fasadimiz travertin tosh bilan birga bir holatda ishlangan. Endi yana sizlarga bitta ma'lumot. Travertin toshdan qilinganda mana shu uchastkamiz 3 barobar qimmat bo'lardi. Hozir shuni 3 barobar arzon puliga bitirib berganmiz. Buning ustida albatta jiddiy travertin ishlari bo'ladi. Jiddiy travertin ishlari bitgandan keyin ham bu mahsulotimiz 3 barobar arzonga bitadi. Ko'rishingiz mumkin, romlari ham juda ham neobishniy holatda qilingan. Burchaklariga kolonna tashlab berilgan. Mana kolonnani ham ko'rishingiz mumkin. Mana belkarni chiqarib berilgan, balkonning old qismlariga ham, uy burchaklariga ham mana shunaqa kolonna tortib berilgan. Xo'p, ko'rishingiz mumkin akalar, bu rim kolonnalarimiz qolipda qo'yilgan. Biz qilmaganmiz bularni. Biz qiladigan bo'lsak, bizga asbest turba qo'yib ketish kerak. O'shani ustidan chiqarib beramiz. Yana sizlarga bitta ko'rsatadigan narsam, mana ko'rishingiz mumkin, biz bu zabor portichkasiga mana shunaqa chiroyli fasonda ishlab berganmiz. Ham bitta ramka, ham zaborni portichkasiga ishlov beriladi. Xo'p, endi bu narsani ko'rishingiz mumkin, ichiga taro ishlab berilgan. Bu tarolarimiz ham juda ham ideal holatda chiqqan, ko'rishingiz mumkin. Bu zaborimizni mana bunaqa zaborga ramkaga olib berilgan. Ramkamiz ko'rishingiz mumkin, ichiga rombik fasonda qilib berilgan. Bunaqa rombiylarni boshqa joyda ko'rmashingiz mumkin. Sababi bu avalniy rombiylar qilib berganmiz. Xudo xolasa mana ko'rishingiz mumkin, burchaklariga, pastki qismlariga kapital noshkalar qo'yib berilgan. Xo'p aka-ukalar, biz o'zimiz Farg'ona Buvaydalimiz, ya'ni Qo'qon tarafdamiz. Xuddi mana shunaqa uchastkangiz g'ish holatda bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqsanglar, ishinglarni birinchi suvog'ini qilib, devori suvog'ini qilib, keyingi o'rinda atkoslarini olib, xuddi mana shunaqa holatda sement uy ishlarini bitkazib beramiz. Bu ishlarimizga xudo xolasa aytib o'tganimdek, mana shu uchastkamiz buzilib ketmaguncha xizmat qiladi. Xo'p, yana savolinglar bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga WhatsApp, Telegram bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib yozishingiz mumkin. Darvozaxonamizni ko'rishingiz mumkin. Darvozaxonalarimizga mana shunaqa ramkali ishlab berilgan. Bitta zo'rburchak, bitta arkali qilib berilgan. O'rtalari mana shunaqa travertin toshda palasali holatda bo'lingan. Xo'p, endi sizlarga hozir yana bir ko'cha tarafni ham
bir ko'rsatib o'taman. Kardingizlarga alohida bitta like bosib qo'yasizlar. Xo'p, aytib o'tganimdek, bu uchastkamiz Jizzax shahrida joylashgan. Jizzax shahrida joylashgan bu uchastkamiz. Mana tashqi taraflari ham juda ham ideal holatda chiqqan. Ko'rib albatta bitta baho beringlar. Bu uchastkamizda akalar 290 millionlik ish qilingan jami. Buni orqa taraflarida ham fasadlari bor. Xo'p, bu yerda ham taroqli bo'lgan. Uchastkamizning oldi kiraverishiga mana shunaqa konsollar qilingan. Konsollari ham ko'rishingiz mumkin. Mana o'rtasiga mana shunaqa quyosh holatda chiqarib berganmiz. Aka-ukalar, albatta bu ko'pchilikga narxi qiziq bo'ladi. Buni narxi 130 ming so'mdan boshlanadi. 130 ming so'mdan tepaga qarab o'sadi. Mana shu yerda 130 ming so'mdan 400 ming so'mgacha ishimiz bo'lgan. Kimga shunaqa sementovoy terga suvoq xizmatlari bo'yicha O'zbekiston, nafaqat O'zbekiston, barcha Esenga bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Proyektinglar bo'lsa, proyektinglar bilan birga-bir qilib, proyektinglar bo'lmagan holatda o'zimiz dizayn qilib, chiroyli holatda tugatib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.